Mana bugun men epifilm xarid qilgan edim va bu epifilm shunaqangi shitovka bosib ketgan. Hozir men buni ana shular shitovka. Mana shitovkalar, mana bular. Shularni hozir uchastkani spirtga botirib, bitta tozalab chiqaman. Agar tozalamasanglar, butun nimaga gullaringga o'tib ketib, qutqara olmay qolasizlar. Shitovkani juda ham ketkazish qiyin mana. Ildizlarida juda ham ko'p. O'zi qaynoq dush qilsam ham yaxshi bo'lardi, lekin bu kaktus oilasiga mansub bo'lgani uchun dush qila olmayman. Mana shuni hozir mana uchastkani spirtga botirib bittalab tozalab